Mana bu yerga imzo cheking. Imzo qo'ysangiz o'lgani haqidagi shahodatnomani olasiz. Mana bu yerga. Yaxshi. Mana bu hujjatlarni endi ushlang. Bo'pti, ketdik. Bor yo'q pulimizni shilib ketishdi. Endi 2 bolamni qanday boqaman? Ey Xudoyim, qanday boqaman? Ey Xudoyim. Ey Xudoyim. Xudo hamma ishni o'zi qilmaydi. Ba'zi ishlarni bizga o'xshash iblislarga yuklaydi. Doktor, janob doktor, akamni qutqaring. 3-qavatdan yiqilib tushdilar. O'shandan beri hech narsa demayaptilar. Bemorni tez yordam xonasiga olib boring. Siz esa borib haqqini to'lab keling. Pulidan tashvishlanmang. Faqat akamga yordam bering. Xavotirlanmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Eringizni sug'urta qildirganmidingiz? Yo'q. Yuring, sug'urta qildiramiz. U o'lgan. Doktor allaqachon o'lgan. Ammo ular buni bilishmaydi-ku. To ularning cho'ntagida pul bor ekan, ungacha bu odam tirik. Mana bu to'lov qog'ozi. Bemorning ismi nima? Balram Nakbal. Borib ular bilan gaplashing. Tez. Bemorning ahvoli juda ham jiddiy. Mana bu dorilar kerak. Tez borib dorilarni olib keling. Boring. Dorixona qayerda? O'ng tomonda. Hamshira, kislorod yostiqchasi 7300 rupiy. Balram Nakbal nomiga to'lov qog'ozini yozib bering. Hozir. Namuncha qolib ketdingiz, bu zarur ekanligini aytishmadimi? Akamning ahvoli og'ir ekanligini bilmagandim. Ularni ko'rsam bo'ladimi? Iltimos, doktorni bezovta qilmang. Ana bu yerda kutib o'tiring. Mana yana dori keltirdi. Dorixonaga borib ularni berib kel. Qo'y, mana buni ol. Yozuvlarni to'g'rilab qo'y, tag'in komissiya bosganda mis chiqib yurmasin. Azizam, hech qachon men aldamayman. Kechirasiz. Bu yoqqa keling. Birodar, akangizni ahvoli og'irlashyapti. Kuchli qon ketyapti. Neyrojarrohlarni chaqirishga to'g'ri keladi. Undan kattasini ham chaqiring, faqat akamni tuzatsangiz bo'lgani. Shundaymi? Ha, ammo bunga 200 ming rupiy kerak-da. Tashvishlanmang. Aytgan pulingizni topib beraman. Hamshira, doktor Varmaga qo'ng'iroq qiling. Bo'pti, men boray. Bemor Balram Nakbal nomiga to'lov qog'oz yozib bering. Doktor. Bosh shifokor keldi. Akangizni qutqaramiz. Bular qanday odamlar o'zi? Hatto marhumlarni ham ayashmaydi. Qani ko'raylikchi, yana qanday tomosha ko'rsatisharkan.